Boss Eldorado, boss mikrofon o'zimda ekan. Ikkala balon bilan yozyapmiz. Qayt orqaga yana. Ana. Hech baloqiga ko'ryapsizmi? Bu hozir bundan oldin Eldorga ham video ko'rganda bosdik bo'lmasam. Buni qarang. Qo'yil. Bu anomal issiq va anomal sovuqlarga hammasiga chidar ekan-a. O'rtoqlar, hozirgi kunda mana bunday zamonaviy shiferda ishlab chiqaradigan zavodiga kelganmiz. To'liqroq ma'lumot beramiz. Andijon aeroport oldidagi mahalla bu yerda. Cheremet. Mashhur oshxona qaysi edi mana? Cheremet oshxonasi. Cheremet oshxonasi. Xo'p, yana bir bor assalomu alaykum. Baxtiyor akamlar. Bu yerda tanishtirib ko'rsatishyapti. O'rtoqlar, biz sizlarga aytamiz har doim. Biz zavodiga borib, aynan optim arzon joydan xalqimizga ko'rsatamiz, bo'lishamiz va biznes stanoklar bo'ladiganimiz hammasini ko'rsatib boramiz. Shuning uchun kanalimizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Hozir sizlarga tushuntiradigan bo'lsak, o'rtoqlar, bu yangi turdagi shiferlar. Zamon rivojlanyapti. Yevropalar har xil kinolarda har xil qahramonlar chiqarganda, bu yerda ham mana yangi shiferlarni ishlab chiqarishyapti. Eng qizig'i O'zbekistonda yagonami? Yagona, O'rta Osiyoda desangiz ham bo'laveradi. O'rta Osiyoda desak ham bo'laveradi. Hozir boshqa yerda borligidan xabarimiz yo'q umuman. Yangi shifer 25 yil garantiyasi bor. Xolasa ekologik toza, bu hech qanaqa hidi yo hech qanaqa shovqini yo hech qanaqa bir narsasi yo'q. Bu top-toza narsa. Zanglamaydi. Qorda, yomg'irda o'zi ushamaydi. Tushunarli. Mana shu hozir qanchalik gradusgacha tom yumaloq mana stadionlardagi hamma narsaga egilib, bukilib, qoqilib ketaveradi mana shunday holda. Ketaveradi. Qovurg'alarimiz bor. Mana bunaqasiga sal oysimon bo'lib egiladi. Qovurg'a borligi bunaqasiga egiluvchan. Lekin sinmaydi. Mashinada ham tepalab ko'rsatib beramiz. Sinovi bilan. Gap yo'q. Telefon nomerlaringizni ekranga qo'yib qo'yamiz. Qo'shimcha savollar bo'ladigan bo'lsa, shu mahsulotga qiziqish bo'ladigan bo'lsa va setkalarga ham optim narxda qiziqishingiz bo'ladigan bo'lsa, murojaat qilaverasizlar Baxtiyor aka. Yaxshi bir jarayonni ko'rsatib beramiz. O'rtoqlar, mana zavoddan video qiladigan bo'lsak, qisqacha bo'ladi bu yerda. Asosiy jarayon u yoqda ketar ekan. Mana shifer ishlab chiqarish liniyasi O'zbekiston bo'ylab dastavkalar qilib beramiz deyishyapti. Mana ko'ryapsizmi? Fibrani maydalab kesib tashlab yuborishar ekan. Mana shu steklovolokno, ya'ni shiferda mahkam qilib ishlab qoladigan narsa asosiy. Bu shisha bu. Bu yoqda pechkalari, setkalarimiz mana shu optim narxdagi steklovolokno. Ketdik, o shiferlarni ko'ramiz. Baxtiyor aka, bu pechkasimi aka? Ha, bu aka kompozitniy shiferda pechkasi. Liniyamiz uzunligi 55 metr. Bu liniyamiz sinmay ishlab, xudo xolasa kuniga 4000 kvadratdan oshiq shifer ishlab chiqaramiz, kompozitniy shifer. Bu shiferlarimiz xudo xolasa mustahkam, prozrachniy. Qarangda, u yoqda sepilgan narsalar ichiga yopishib birikib ketadimi pechkada aka? Ana shifer chiqyapti. Qoliplari aka turi ko'p dedingiz. Qoliplarimiz 20 xildan oshiq qoliplarimiz bor. Aytilgan qolipda aytilgan figurada shifer ishlab chiqarib beramiz. Mana shisha tolalar erib ketar ekanda. Shisha tolalar birikib ketadi mahsulotni. Erimaydi, birikib ketadi. Birikib ketadi. Bu prozrachniy narsa bo'lgani uchun yorug'likni yaxshi o'tkazadi. Gap yo'q. Bu yoqdan keyin oxirida hozir tayyor shifer chiqadimi bu yerdan? Bu yoqdan hozir o'sha tayyor shifer ishlab chiqariladi. Buni sovutish ham bormi aka? Ha. Mana bu yoqda sovutish tizimi ekan. Ko'rib turibsizki, mahsulot tayyor bo'lib chiqyapti. 1 sutka davomida buni sovutamiz deyishdi. Hozir Baxtiyor akam o'zlari tushuntirib beradilar. Tayyor ekan mana o. Qo'yib. Mana shu tayyor mahsulot soviydi. 1 sutka sovigandan keyin xudo xolasa moshinada tepalasiz ham sinmaydi, egiluvchan sinmaydi. Gap yo'q aka. Mana shu zavod bo'ladi o'rtoqlar. O'sha aytganimizda optim narxida olishingiz mumkin. Zavodni o'zidan mana.